Haydovchilar uchun yaxshi yangilik. Endilikda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdagi kam ahamiyatli bo'lgan ayrim huquqbuzarliklar uchun ma'muriy ogohlantirish jazosi beriladigan bo'lyapti. Ma'muriy ogohlantirish nima desangiz, bu tanbehga o'xshagan narsa. "O'y, ko'zingga qarab yur, men birinchisida kechirdim, ikkinchisida jarima qo'llayman" deb qo'yib yuboradi-yu, ana shu rasmiylashtirilyapti. Xo'p, qaysi qoidabuzarliklar uchun qo'llash mumkin ma'muriy ogohlantirish? Demak, 8 ta. 6 tasi haydovchilar uchun, 2 tasi piyodalar uchun. Haydovchilar uchun 125-modda birinchi va ikkinchi qismi. Birinchi qism bu xavfsizlik kamari taqmaganligi uchun, ikkinchisi bu aptechka yo'qligi uchun. Keyingisi 128 prim 1 bu telefondan foydalangani uchun rulda. Keyingisi 128 prim 2 bu monitordan foydalangani uchun. Keyingisi 128 prim 6 bu to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzganligi uchun va keyingisi 135-modda prim 1 bu sug'urta yo'qligi uchun. Va haydovchilar, piyodalar uchun ikkita bor. Bu 138-modda birinchi va ikkinchi qismlar, ya'ni piyodalar yo'ldan noto'g'ri o'tgan bo'lsa, qulog'ida naushnik bo'lsa va hokazo, yo'l chetida savdo qilgan bo'lsa yoki yo'l tegrasida mol boqqan bo'lsa degan ikkita modda bor. Ularga ham birinchisida ma'muriy ogohlantirish beriladi, ya'ni jarima qo'llanmaydi. Shunchaki ogohlantirib, qarali ekan, kechirdim mayli deb qo'yib yuboriladi. Qaytaramiz, demak, qaysilar? Xavfsizlik kamari, aptechka yo'qligi, ikkinchisi telefondan foydalanganligi, monitordan foydalanganligi, to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzishi, oltinchisi bu sug'urta va ikkitasi piyodalar uchun. Faqat bunda muhim sharti bor. Qoidabuzar chin ko'ngildan pushaymon bo'lish kerak. Ya'ni tushib olib, gayiga sachkavat qilib, sakrab, o'zini kurto'yligini ko'rsatmasdan, "Akajon, uzr, bilmay qolibman. Keyingisida xudo xolasa e'tiborli bo'laman. Shu jarima qo'llamang" deyilsa, ana endi bu og'zaki emas, balki rasman ma'muriy ogohlantirish berish ham mumkin bo'ladi bemalol gayilar jarimaga tortmasdan. Bir kishiga 1 yilda faqat 1 marta ma'muriy ogohlantirish berish mumkin. Keyingisida endi jarimaga tortish mumkin bo'ladi. Shunaqa, o'shaning uchun hurmatli haydovchilar va piyodalar, eng avvalo qoidalarni buzmanglar. Qoidalarni buzsanglar, huquqlarini bilib qo'yinglar. Buni haydovchilarga va piyodalarga ham tarqatib qo'yinglar.